Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar, ularning farzandlari, nevaralari va pensiya oladigan yaqinlariga yordam berayotgan har bir inson uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap 25 iyuldan keyin ayrim pensionerlar pensiyasini vaqtida ola olmasligi, to'lov kechikishi, karta yoki naqd pul bilan bog'liq muammo chiqishi. Hatto ayrim holatlarda avval olingan pulni qaytarish talabi paydo bo'lishi mumkinligi haqida ketadi. Bu ma'lumotni menga tegishli emas deb o'tkazib yubormang. Chunki ko'p muammolar aynan odamlar oldindan tekshirmagani, hujjatni vaqtida yangilamagani, bank kartasi muddati tugaganini bilmagani yoki pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar bilan boshqa idoralardagi ma'lumotlar mos kelmagani sababli yuzaga keladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bugun sizga oddiy tilda qadam-baqadam nima qilish kerakligini aytaman. Avval ko'pchilik pensionerlar uchun pensiya jarayoni juda oddiy ko'rinardi. Oy keladi. Pensiya tushadi, kimdir bank kartasini oladi, kimdir pochta yoki vakil orqali oladi. Agar odam ko'p yillardan beri pensiya olayotgan bo'lsa, u hammasi avtomatik davom etadi deb o'ylaydi. Lekin hozirgi davrda davlat idoralari, banklar, pensiya jamg'armasi, soliq, FHDYO, migratsiya, yashash manzili va boshqa bazalar o'rtasida ma'lumotlar tobora ko'proq solishtirilmoqda. Bu bir tomondan adolatli tizim yaratish uchun kerak. Ikkinchi tomondan esa ma'lumotida ozgina xatolik bor, oddiy pensioner ham vaqtcha muammoga duch kelishi mumkin. 15 iyuldan keyingi eng yomon jihat shundaki, ayrim holatlarda pensiya to'lovi avval beraveramiz. Keyin tekshiramiz usulida emas, balki avval ma'lumotni tekshiramiz, keyin to'laymiz tartibiga yaqinlashmoqda. Ya'ni pensionerning shaxsi, tiriklik holati, bank kartasi, yashash manzili, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha asoslar, ishonchnoma, chet elda uzoq muddat bo'lishi, ortiqcha to'lov bo'lmagani tekshiruvdan o'tadi. Agar bazada savol tug'ilsa, pensiya butunlay bekor bo'ldi degani emas, lekin to'lov ushlanib qolishi, qayta rasmiylashtirish talab qilinishi yoki pensionerning o'zi idoraga borib aniqlik kiritish kerak bo'lishi mumkin. Men bu yerda vahima tarqatmoqchi emasman. Men ekspert sifatida sizga eng muhim narsani aytmoqchiman. 25 iyuldan keyin muammo chiqishini kutib o'tirmang. Hozirdanoq hujjatlaringizni, karta muddatini, telefon raqamingizni, yashash manzilingizni va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotingizni tekshiring. Chunki pensiya bu oddiy pul emas. Ko'pchilik oilalarda dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, qarz, nabiraga yordam aynan shu pulga bog'liq. Ilgari ko'p joylarda jarayon inson omiliga ko'proq bog'liq edi. Masalan, pensioner mahallada yashaydi, hamma uni taniydi. Pochta xodimi yoki bankdagi xodim ham taniydi. To'lov odatdagidek beriladi. Agar pasport eski bo'lsa ham, karta muddati yaqinlashgan bo'lsa ham, ba'zida pensioner buni oxirgi kunda bilib qolardi. Ishonchnoma orqali farzandi olib yuradigan holatlar ham ko'p bo'lgan. Bunda asosiy xavf shunda ediki, ayrim nohalol odamlar vafot etgan pensioner nomidan yoki chet elga ketgan odam nomidan pul olib yurishi, nogironlik hujjati tugagan bo'lsa ham to'lov davom etishi, bir odam ikki xil to'lovni noto'g'ri olishi mumkin edi. Endi esa tizim bunday holatlarni kamaytirishga harakat qilmoqda. Masalan, FHDYO ma'lumotlarda o'lim qayd etilgan bo'lsa, pensiya avtomatik to'xtatilishi mumkin. Nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tmaguncha to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Bank kartasi bloklangan yoki muddati tugagan bo'lsa, pul tushgan bo'lsa ham pensioner uni yecha olmaydi. Shaxsiy ma'lumotlarda bitta harf, tug'ilgan sana, pasport seriyasi yoki JSSH raqamida xatolik bo'lsa, tizim mos kelmadi deb chiqarishi mumkin. Bu esa oddiy pensioner uchun juda og'ir. Chunki u, men 20 yildan beri pensiya olaman, endi nega to'xtadi deb hayron qoladi. Ayniqsa, 15 iyuldan keyin bank kartasi, biometrik identifikatsiya, ishonchnoma va ma'lumotlar mosligi masalasi ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi. Men ko'p murojaatlarda shuni ko'raman. Pensionerning kartasi oling telefon raqamiga ulangan, SMS xabarnoma kelmaydi, karta muddati tugagan, bankka borish qiyin, pensiya tushganmi yoki yo'qmi bilmaydi. Yoki pensioner qishloqda, farzandi shaharda. Ishonchnoma muddati tugagan, lekin hech kim bunga e'tibor bermagan. Mana shunday mayda ko'ringan narsalar katta muammoga aylanadi. Birinchi navbatda bank kartasining muddati iyul, avgust yoki sentabr oylarida tugaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Karta ustida odatda oy va yil yoziladi. Masalan, 0725 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil iyul oyigacha amal qiladi.
ko'pchilik oy oxirigacha ishlaydi deb o'ylaydi. Lekin ayrim banklarda amaliyot boshqacha bo'lishi, karta oldindan bloklanishi yoki ayrim operatsiyalar cheklanishi mumkin. Pensiya tushgan bo'lsa ham bankomatdan yechib bo'lmasa, pensioner pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda bo'lishi mumkin, muammo kartada bo'ladi. Ikkinchi toifa ishonchnoma orqali pensiya oldiradiganlar. Masalan, otaxon yura olmaydi, o'g'li har oy bankdan pul olib keladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki mas'ul tashkilot pul bermasligi mumkin. Yoki ishonchnomada faqat bankdagi mablag'ni olish deb yozilgan. Lekin pensiya bilan bog'liq ayrim amallarni bajarishga vakolat aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, yana muammo chiqadi. Ayniqsa, pensionerning o'zi imzo qo'ya olmaydigan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, uyidan chiqa olmaydigan holatlarda hujjatlarni oldindan tartibga keltirish kerak. Uchinchi toifa yashash manzili o'zgargan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan pensionerlar. Masalan, ona qishloqda ro'yxatda turibdi, lekin bir yildan beri Toshkentda qizi bilan yashayapti. Pensiya kartaga tushsa muammo kamroq, lekin tekshiruv, hujjat, xat, chaqiruv yoki aniqlashtirish eski manzilga bo'lishi mumkin. Keyin pensioner hech narsadan xabar topmaydi. Natijada to'lov vaqtincha ushlanadi yoki kelib aniqlik kiriting degan talab paydo bo'ladi. To'rtinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Agar nogironlik guruhi muddati belgilangan bo'lsa va tibbiy ko'rikdan qayta o'tish vaqti kelgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Ayrimlar oldin o'zim borardim, hozir sog'ligim yomon, keyin boraman deb yuradi. Lekin tizim uchun muddat muhim. Muddat tugasa to'lov to'xtashi mumkin. Keyin qayta tiklash uchun vaqt ketadi, hujjat yig'iladi, shifokor ko'rigi, komissiya, ma'lumotnoma, ariza va kutish jarayoni boshlanadi. 5-toifa. Chet elga uzoq muddat ketgan yoki doimiy yashash joyi masalasi noaniq bo'lgan pensionerlar. Masalan, pensioner farzandlarnikiga Rossiyaga, Qozog'istonga yoki Turkiyaga 6 takesoyga ketgan. Kartadagi pulni bu yerda qarindoshi yechib turibdi dedi. Bunday holatlarda qoidalar, hujjatlar va yashash maqomi juda muhim. Agar tizimda pensionerning mamlakatda emasligi yoki hujjatlarda nomuvofiqlik ko'rinsa, savollar paydo bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida ko'riladi, lekin bunday oilalar oldindan pensiya jamg'armasidan maslahat olgani yaxshi. Agar pensionerning pasporti yoki ID kartasi amalda bo'lsa, bank kartasi muddati tugamagan bo'lsa, telefon raqami o'z nomida yoki ishonchli yaqinining nazoratida bo'lsa, yashash manzili to'g'ri bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlari muddati o'tmagan bo'lsa, pensiya har oy kartaga normal tushayotgan bo'lsa, bunday odamlar ortiqcha vahima qilmasin. Lekin menda muammo yo'q degan odam ham hech bo'lmasa bir marta tekshiruvdan o'tkazib qo'ysin. Chunki muammo odatda oldindan ogohlantirmaydi. Pensiya tushadigan kuni bilinadi. Masalan, bir pensioner har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Karta muddati iyulda tugagan. U buni bilmaydi. 16 iyul kuni dorixonaga boradi. Karta ishlamaydi. Bankomatga boradi. Karta qaytib chiqadi yoki operatsiya rad etiladi. Bankka borsa navbat, hujjat, yangi karta chiqarish uchun vaqt kerak bo'ladi. Agar u buni 10 kun oldin tekshirganida, yangi kartani oldindan olib qo'ygan bo'lardi va dorisiz qolmasdi. Yana bir misol, 72 yoshli ayolning pensiyasini qizi ishonchnoma bilan olib yurgan. Ishonchnoma minimum yilga berilgan, muddati 2 iyulda tugagan. 15 iyuldan keyin qizi bankka boradi, pulni ola olmaydi. Onasining sog'lig'i yomon, notariusga olib borish qiyin. Keyin uyga notarius chaqirish, shifokor ma'lumotnomasi, qo'shimcha xarajatlar boshlanadi. Agar oila ishonchnoma muddatini oldindan ko'rganida bunday qiynalmasdi. Yana bir holat. Pensionerning familiyasi pasportda Yo'ldoshev, bank tizimida esa eski hujjat bo'yicha Yo'ldoshev tarzida yozilgan. Odamga bu farq ahamiyatsizdek tuyuladi. Lekin elektron bazalar uchun bunday tafovut muammo bo'lishi mumkin. Tizim shaxsni to'liq moslashtira olmasa, to'lovda kechikish yoki qo'shimcha tasdiqlash so'raladi. Shuning uchun ism, familiya, tug'ilgan sana, shahar va hujjat raqamlarini tekshirish juda muhim. Eng katta nozik jihat shuki, pensiya to'xtadi degani har doim pensiyadan mahrum bo'ldingiz degani emas. Ko'p holatda bu vaqtincha ushlanish, aniqlashtirish yoki texnik cheklov bo'ladi. Lekin pensioner va uning oilasi harakat qilmasa, bu vaqtincha muammo oylar davom etishi mumkin. Men ko'rgan eng ko'p xato shuki, odamlar birinchi oyda mayli, keyingi oy tushar deb kutadi. Ikkinchi oyda qarz oladi, uchinchi oyda idoraga boradi. Aslida birinchi kundanoq sababini aniqlash kerak.
Ikkinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pensiya masalasi. Agar biror hujjat muddati tugagan bo'lsa, lekin to'lov davom etgan bo'lsa, keyinchalik tizim buni aniqlab, ortiqcha to'langan pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, odam nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha to'lov olgan, lekin qayta ko'rik muddatida o'tmagan yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan bola o'qishni to'xtatgan, lekin ma'lumot yangilanmagan. Bunday holatlarda men bilmaganman deyish har doim ham yordam bermaydi. Chunki hujjatni yangilash majburiyati oluvchining zimmasida bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Pensioner nomidagi karta va undan foydalanuvchi boshqa odam masalasi. Amalda ko'p oilalarda karta o'g'il-qizda turadi. Agar oila halol bo'lsa ham bu xavfli. Karta yo'qolishi, pin kodni boshqalar bilib qolishi, SMS boshqa telefon raqamiga ketishi, bank shubhali operatsiya deb bloklashi mumkin. Pensionerning o'zi pul qayerga ketayotganini bilmasa, keyin nizolar chiqadi. Men tavsiya qilaman, pensionerning kartasi pin kodi, telefon raqami va SMS xabarnomasi tartibli bo'lsin. Agar yordamchi kerak bo'lsa, ishonchnoma yoki qonuniy vakillik to'g'ri rasmiylashtirilsin. 4-nozik jihat. Pensioner vafot etgandan keyingi to'lovlar. Bu juda og'ir mavzu, lekin aytishim shart. Agar pensioner vafot etsa, uning nomidan keyingi oylar pensiyasini olish qonuniy muammo tug'dirishi mumkin. Ba'zan qarindoshlar marosim xarajatlari ko'p bo'ldi, kartasidagi pulni ishlatdik deydi. Lekin qaysi pul pensioner hayot vaqtida hisoblangan, qaysi pul vafotdan keyin noto'g'ri tushgan, buni aniqlash kerak. Noto'g'ri olingan pul keyin qaytarilishi talab qilinadi. Shuning uchun bunday holatda pensiya jamg'armasiga yoki bankka murojaat qilib, tartibini aniqlash kerak. 5-nozik jihat. Bankdagi texnik muammo bilan pensiya jamg'armasidagi muammoni adashtirmaslik. Agar pensiya tushmagan bo'lsa, darrov pensiyamni kesib tashlashdi demang. Avval bank hisobiga pul tushgan tushmaganini bilish kerak. Agar bank hisobida pul bo'lsa, muammo karta, bankomat, limit yoki blokirovkada bo'lishi mumkin. Agar bank hisobiga umuman pul tushmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi orqali sabab aniqlanadi. Har ikki yo'nalish boshqacha. Birinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi amalda ekanini ko'ring. Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHSR raqami bank va pensiya jamg'armasi ma'lumotlaridagi raqamlar bilan mos bo'lishi kerak. Agar eski pasportdan yangi ID kartaga o'tilgan bo'lsa, bankda ham ma'lumot yangilanganmi? Shuni albatta tekshiring. Ko'p odam ID karta oladi, lekin bankdagi eski pasport ma'lumoti qolib ketadi. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati qachon tugashini ko'ring. Agar muddati yaqin bo'lsa, pensionerning o'zi yoki qonuniy vakili bankka borib yangi karta chiqarish masalasini hal qilsin. Bankka borganda pasport yoki ID karta, eski karta, telefon raqami kerak bo'ladi. Agar pensioner bora olmasa, bankdan uyga xizmat bormi? Ishonchnoma bilan bo'ladimi? Qaysi tartibda rasmiylashtiriladi? Oldindan qo'ng'iroq qilib so'rang. 3-qadam, telefon raqamini tartibga keltiring. Pensiya kartasi bog'langan telefon raqami ishlayotgan bo'lsin. SMS xabarlar kelayotganini tekshiring. Agar raqam yo'qolgan boshqa odam nomida SIM karta ishlamayotgan bo'lsa, bankda raqamni yangilang. Chunki hozir ko'p operatsiyalar SMS yoki telefon orqali tasdiqlanadi. Pensioner pul tushganini bilmasa, firibgarlar ham bundan foydalanishi mumkin. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, ma'lumotlarni aniqlashtiring. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensionerning to'lovi faolmi? To'xtatish bo'yicha biror belgi yo'qmi? Hujjatlarda kamchilik yo'qmi? Shuni so'rash kerak. Borganingizda ID karta yoki pasport pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank kartasi rekvizitlari, telefon raqami va kerak bo'lsa ishonchnoma olib boring. Agar pensioner o'zi bora olmasa, vakil hujjatlarni to'g'ri tayyorlang. 5-qadam, nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, qarovchi, kompensatsiya yoki boshqa qo'shimcha to'lov bo'lsa, alohida tekshiring. Masalan, nogironlik muddati qachon tugaydi? Bolaga beriladigan to'lov uchun o'qish ma'lumotnomasi kerakmi? Qarovchi uchun shartlar o'zgarmaganmi? Bularni aniqlang. Har bir to'lovning o'z asosi bor. Asos yo'qolsa yoki muddati tugasa, to'lov to'xtashi mumkin. 6-qadam. Ishonchnomani tekshiring. Agar pensiyani farzand, nevarasi yoki boshqa qarindosh olib yursa, ishonchnoma muddati qachongacha ekanini ko'ring. Unda qaysi vakolatlar yozilganiga e'tibor bering. Pensiya to'lovlarini olish, bank hisobini boshqarish, zarur ariza va hujjatlarni topshirish, ma'lumot olish,
kabi vakolatlar aniq bo'lishi kerak. Notariusga borishdan oldin bank yoki pensiya jamg'armasidan qanday matn kerakligini so'rab olish foydali. 7-qadam yozma ariza bilan ishlashni o'rganing. Agar pensiya kechiksa og'zaki bilan cheklanib qolmang, pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Arizada pensionerning FSH, SSH raqami, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, oxirgi to'lov qachon olingani, muammo qachondan boshlanganini yozing. Arizaning bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. Bu keyinchalik murojaatingizni isbotlash uchun kerak. 8-qadam bankdan ham yozma ma'lumot so'rang. Agar bank pul tushmagan desa, hisob varaq bo'yicha ko'chirma oling. Agar pul tushgan, lekin karta bloklangan desa, blok sababi va yechim tartibini so'rang. Bankdagi muammo bo'lsa, pensiya jamg'armasiga borib vaqt yo'qotmang. Pensiya jamg'armasidagi muammo bo'lsa, bankda navbat kutib foyda yo'q. Sababni to'g'ri ajratish kerak. 9-qadam. Farzandlar va nevaralar pensionerga yordam bering. Ko'p otaxon, onaxonlar internet bank ilovasi, SMS, elektron navbatni tushunmasligi mumkin. Ularga o'zingiz bilasiz deb qo'ymang. 1 soat vaqt ajrating. Hujjatlarni ko'ring. Bankka olib boring. Pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qiling. 1 soatlik yordam keyinchalik 1 oylik pensiya kechikishining oldini oladi. 10-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 15 iyuldan keyin pensiyangiz to'xtaydi. Menga karta raqamingizni ayting. SMS kodni yuboring. Pulni yechib beraman. Hujjatingizni tezgilib beraman deganlar ko'payishi mumkin. Hech qachon SMS kodni, PIN kodni, karta parolini begonalarga aytmang. Pensiya masalasi faqat rasmiy bank, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, notarius yoki qonuniy tartib orqali hal qilinadi. Men aniq tartibni aytaman. Birinchi kuni bank ilovasidan yoki bankomatdan tekshiring. Pul tushganmi? Agar ilova bo'lmasa, bankka qo'ng'iroq qiling yoki yaqin filialga boring. 2-qadamda bank hisobiga pul tushmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qiling. Sizdan qanday hujjat so'ralayotganini yozib oling. 4-qadamda ariza topshiring va ro'yxat raqamini oling. 5-qadamda javob muddati va mas'ul xodimni aniqlang. 6-qadamda agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori tashkilotga yoki mypok.uz orqali elektron murojaat yuboring. Arizada hissiyotga berilib, nega pulimni bermayapsizlar deb yozishdan ko'ra, aniq faktlarni yozing. Masalan, men falonchi falon sanadan pensiya olaman. Oxirgi to'lov falon oyda kelgan. 15 iyuldan keyin to'lov kelmadi. Bank ma'lumotiga ko'ra hisob mablag' tushmagan. Pensiya to'lovi kechikish sababini aniqlab, qonuniy tartibda tiklab berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, murojaatni ko'rib chiqish osonlashadi. Agar sabab bank kartasida bo'lsa, arizada boshqa narsa yozish shart emas, bank bilan hal qiling. Yangi karta ochilganda pensiya jamg'armasiga yangi rekvizitlar berish kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi banklar bu ma'lumotni avtomatik uzatadi, lekin siz bunga to'liq suyanib qolmang. O'zingiz ham tekshiring. Pensiya qaysi hisobga tushadi? Yangi karta hisobga ulanganmi? Eski karta yopilganmi? Birinchi misol, 68 yoshli pensioner har oy 1.500.000 so'm pensiya oladi. U yangi ID karta olgan. Lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha qolgan. 15 iyuldan keyin identifikatsiya tekshiruvida moslik bo'yicha savol tug'iladi. Pul kechikadi. Pensiona bankka boradi. Bank ma'lumot yangilansin deydi. Pensiya jamg'armasi bank rekvizitini tasdiqlang dedi. Natijada 10 kun yuguradi. Agar u ID karta olgan kun yo'q, bankka borib ma'lumotni yangilaganda bu muammo bo'lmasdi. Ikkinchi misol, 8 yoshli onaxon yura olmaydi. Pensiyasini nevarasi olib keladi. Ishonchnoma muddati tugagan. Nevara bankdan pul ola olmaydi. Onaxonning doğru puli kerak. O'yla shoshiladi. Notarius chaqiradi, qo'shimcha xarajat qiladi. Bu yerda yomon xabar shuki, tizim endi muddati o'tgan hujjatni mayli tanish odam ekan deb qabul qilmasligi mumkin. Yaxshi yechim esa oddiy ishonchnoma muddatini kalendarga yozib qo'yish, tugashidan 10-15 kun oldin yangilash. 3-misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan odamning qayta ko'rik muddati iyul o'rtasiga to'g'ri keladi. U shifoxonaga kech boradi, hujjatlar to'liq emas, komissiya boshqa kunga qoldiriladi. Pensiya to'lovi to'xtab qoladi. Keyin hammasi tiklanishi mumkin, lekin odam bir oy pulsiz qoladi. Bu holatda asosiy xato davlatning qattiq qo'lligida emas, muddatni oldindan nazorat qilmaslikda. Nogironlik, imtiyoz, nafaqa kabi to'lovlarda har bir sana muhim. Azizlar, 15 iyuldan keyingi yomon xabar shuki, pensiya tizimida hujjat, karta, ishonchnoma
yashash manzili va elektron ma'lumotlar bo'yicha talablar yanada sezilarli bo'lib bormoqda. Hamma pensionerning pensiyasi to'xtaydi degan gap yo'q, lekin hujjatida kamchilik bor. Kartasi muddati tugagan, ishonchnomasi eskirgan, nogironlik ko'rigi o'tmagan, bank ma'lumoti yangilanmagan yoki yashash manzili noaniq bo'lgan odamlar jiddiy muammoga duch kelishi mumkin. Men sizga eng muhim maslahatni beraman. Pensiya tushmay qolganini kutmang. Bugunoq karta muddatini tekshiring, hujjatlarni ko'ring, telefon raqamini yangilang, pensiya jamg'armasidan ma'lumot oling, ishonchnomani tekshiring. Agar yaqinlaringiz orasida pensioner bo'lsa, bu videodagi gaplarni ularga yetkazing. Birgina tekshiruv ularni ortiqcha asab, navbat, qarz va dori-darmonsiz qolishdan saqlab qoladi. Sizning hududingizda pensiya to'lovi, karta ishonchnoma yoki hujjat bilan muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasi uchun juda muhim.